Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi kunda juda ko'p youtuberlar AI dasturlaridan foydalanib YouTube'ga har xil videolar qo'ymoqda. Bugun sizlarga shu videolarni qanday yasashni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib ChatGPTga kirib olamiz. Mana do'stlar, ChatGPTga kirib olgandan so'ng birinchi bo'lib menga o'rmon ichidagi quyoncha uchun prompt yozib ber. Prompt yozib ber deb aytamiz. Bu bizga prompt yozib beradi. Birinchi u videoni yasash uchun oldin rasm qila olishimiz kerak. Mana bizga prompt chiqarib berdi. Buni nusxalab olamiz. Keyin ChatGPTdan chiqib biz Google ga kiramiz. Google da esa Crea AI dasturini topishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchisi turganiga kirib olamiz. Bu yerga mana image deganiga bosamiz. Image deganiga bosib, mana describe degan joyiga shu nusxalaganimizni qo'yib olamiz. Va bu yerda mana format chiqarib beradi. Bu yerda formatdan tanlab olish esdan chiqib ketmasin. 9:16 ni tanlab olamiz. Mana bu yulduzchani bosamiz. Ozgina kutib turamiz. Mana rasm tayyorlamoqda. Mana do'stlar, rasmni chiqarib berdi. Buni yuklab olamiz. Do'stlar, agar shu yuklab olgan rasmimizni video qilishni o'rganishni xohlasangiz, bizning YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni ikkinchi qismini chiqaraman. Do'stlar, men sizlardan ming bor uzr so'rayman. Video qilib bera olmaganim uchun. Bu video cho'zilib ketganligi sababli ikkinchi qismini chiqarishga qaror qildim.